Ustani aytganini qilganda qamada shunga aytishadi. Do'stlar, men zaryadka stansiyasini zo'rini topib qo'yganman. Uzoq emas, hamma zaryadka stansiyadan bor bu yerda CCS 1 deysizlarmi, CCS 2 прямой переходниksiz tushaveradi. Mercedes-Benz, BMW elektromobili bo'lganlar uchun прямой adaptersiz tushaveradi. Bilasizlar, sizlarga Tesla House yomon narsani tavsiya qilmaydi, chunki hozir biz bu yerda o'zimiz mashinani tekshirib, mana mashinalarimiz ikkalasi ham zaryadka olish jarayonlarida zaryadkalarni tekshirib, kilovatlarigacha tekshiryapmiz. Zaryadka stansiyasi zo'r beryapti. Bitta plyus tarafi bu yerda xohlasanglar qo'lda, xohlasanglar tok bor programmasi orqali yoqish beradi. Lekin stansiya tok bordiki emas, programmasi tok bordiki xolos. Stansiyalar alohida. Eng qizig'i bu yerda mashinaning ichida o'tirmayman, men uchun ziyon deydigan fikrlaydiganlar uchun alohida zallar ham qilib qo'yishibdi, juda zo'r qilishibdi. Bu yerda manzilni aytaman o'rtoqlar, yangi mebel markazi o'ng qo'limizda, shahardan kelishdinglar, mebel markazidan o'tishinglar, 200 metr o'tmasdan budkalar tugashiga o'ng qo'lda zapravka yo'lda ko'rinib turadi.